Şunu koylar yomon deylar. Ha? Bakma. Kaçıyla gelip? Kaçıyla gelip ta? Başım şöyle diyecek. Anam yol veratan. Tushundingmi? Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu holat Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tezda o'rganilib, holatda ishtirok etgan avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Cobalt avtomashinasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-5-moddasi 2-qismi bilan, avtobus haydovchisiga nisbatan esa 127-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Yo'llarda harakatlanganda bir-birimizni hurmat qilishni aslo unutmaylik. Qilgan ishimdan ham pushaymonman, shaxsiy muammolarim bor edi. O'shanga tortishib qoldik, yo'lga signal berganiga boshqa shofirlarga uni tavsiya qilmayman. Yo'lga bir-birov bilan hurmat bilan harakatlanishini so'rayman haydovchilardan.